Azizlar, mana darvozaxonamizni stechkasi ham bitdi. Yakuniy qismga keldik. Yani topshiramiz hozir. İşimizni xudo xolasa. Stechkalarimiz bo'ldi, bitti. Bu yo'llari ham bitti. İchkarilar bitti, patologimiz bitti. Xudo xolasa endi topshirish marosimi bo'ladi. Ustalarimiz xursand. Endi oyda oxiriga oylik chiqsa, bular juda ham xursand bo'ladi. Mana patologimiz hammacha bitta uylarning ichi, bitta eshik derazalar qo'yildi. Noldan oluvdik obyektni. Oxirigacha qilib topshiryapmiz. Endi xudo xolasa uyda egalari imkoni tug'ilgandan keyin kelib mana buni aptelkalar qilinadi. Stechkalar bo'ldi. Devorlari cho'rnama qilib podshilka urildi. O'talay bo'lgan. Shpakilovka, rotban, aboylar bo'ladi keyin. Kimni qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringizlar. Javob qaytarishga harakat qilamiz. Mana elektrik ishlari ham qolgan. Endi elektriklar kelib tugatib, to'g'irlab ketishadi. Stechkalarimiz to'liq nol bo'lib bitdi. Ustalarimiz tugatishdi. 3 kun bekor bachalar, hozir qiling. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr salomat bo'ling. Yangi uchastkaga borganimizcha bir kun arada berib qo'yiladi. Va yana bir yangi ishimizni boshlaymiz.